Dunyo bolalari. Taniqli yozuvchi Asqat Muxtorning bolalar hayoti, ularning qalbi va orzu-intilishlarini chuqur falsafiy va badiiy ruhda tasvirlangan asarlardan biridir. Kitobda turli mamlakat va millat vakili bo'lgan bolalarning hayoti, ularning birlashtirib turuvchi umumiy insoniy qadriyatlar, tinchlik, do'stlik, mehr-oqibat va adolat g'oyalari keng yoritiladi. Asarda bolalar nigohi orqali dunyoda kechayotgan voqealar, kattalar hayotidagi murakkabliklar va ijtimoiy muammolar sodda, samimiy hamda ta'sirchan uslubda ochib beriladi. Har bir obraz orqali bolalarning beg'ubor qalbi, haqiqatga chanqoqligi, yaxshilik va yomonlikni ajrata olish qobiliyati tasvirlanadi. Muallif bolalarning ichki dunyosini nozik his etib, ularning quvonchi, iztirobi va umidlarini o'quvchiga yaqqol yetkazadi. Kitobda turli xalqlar bolalarning turmush tarzi, urf-odatlari va madaniy jihatlari ham badiiy talqin orqali berilgan bo'lib, bu o'quvchida boshqa millat va ellatlarga nisbatan hurmat va bag'rikenglik tuyg'ularini shakllantiradi. Asar bolalar adabiyotigina emas, balki kattalar uchun ham muhim hayotiy saboqlarni o'zida mujassam etgan. Dunyo bolalari o'quvchini tinchlik va insonparvarlik g'oyalariga chorlaydi. Yosh avlodni mehribon, ongli va mas'uliyatli bo'lib ulg'ayishga da'vat etadi. Ushbu kitob bolalar, o'smirlar hamda tarbiyachilar uchun qimmatli ma'naviy manba hisoblanadi.